Xo'sh, yaxshi, ajoyib. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Grayson va xush kelibsizlar. Bu zombi qishloq o'zgarishlar bomsh qishloqni yangi 3-qismi va biz avvalgi videoda aytganimdek, mana izumutlarni ozginasini sarfladim va biz tayyormiz. Hozir uy qurishni boshlaymiz. Mana bu uyni tagidan agar tushunmayotgan bo'lsangiz nima haqida gap ketyapti, shunchaki avvalgi ikkita videoni tomosha qilinglar, qishloqda bomsh haqida. Tak, sekin bu uxlab yotibdi. Bu degani esa bizda imkoniyat bor. Biz hozir mana bu yerni ochamiz-da, o'zimizga podvaldan uy quramiz. Hacha bu yerda podval yo'q do'stlar, biz o'zimiz qurishimizga to'g'ri keladi. Sizlar esa hozir kommentariyada yozinglar, men bu yerda nima quray. Chunki bu yerda joy katta bo'lgani uchun xohlagan narsamizni qurishimiz mumkin. Hozircha albatta kichkinagina xonacha qilib olamiz, lekin keyin ancha naujитель nimaga kechqurun chiqib bo'lgan. Shinursin uyqusi kelmayapti, nima meni ko'rib qolsa yomon bo'ladi. Mayli do'stlar, hozir. Tak, uyni egasi ham uyg'onib qolmasa bo'lgan. Xo'sh, nima qilyapti ekan? Shinursin mayli. Mana bu yerdan xolos nimaga ochiq turibdi? Uyni egasi hojatga chiqqanga o'xshaydi. Tez do'stlar, vaqtimiz kam, olamiz va qochamiz. Qochdik do'stlar, tezroq. Bo'ldi. Yaxshi, ketishga ulgurdik. Uylarni aylanib o'tamiz va bo'ldi. Hozir mana bu yerdan kiramiz, sekin ursin. Yaxshi, hozir endi uy qurishimiz bo'ladi. Nimaga hamma uylarni derazalari, eshiklari ochiq turibdi? Mana bu ham uxlamasdan turib olgan. Mayli. Hozir qurilishni davom etkazamiz do'stlar. Bizga farqi yo'q. Biz hozir bu yerdan podval qursak bo'lgani, keyin shu yerda yashashimiz mumkin bo'ladi. Yaxshi. Mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Ajoyib. Endi bu yerda bemalol yashasak bo'ladi. Do'stlar, like bosinglar video. Bu yana nima bo'ldi? Axir bu avvalgi videolardan biridagi tunnel. Chinursin, bu bizga xalaqit beradi. Nima qilar ekanmiz? Boshqa ilojimiz yo'q. Bu yerni hozir ko'mib tashlashimiz kerak. Tak. Bu yerni albatta qoldirsak bo'ladi, lekin baribir ham shubhali qo'shnining tagida mana bunday tunnel turibdi. Shuning uchun ham killar yopib tashlaymiz. O'zi podval qilib ishlataversam, bu yer bizning hududimiz. Hamma yerda do'stim yashaydi. Agar so'rab qolsa, o'zim tushuntiraman sekin. Tak, hali ham o'tiribdi. Mayli, yuguramizda narsalarimizni olib kelamiz. Do'stlar, uyimiz juda ham zo'r chiqyapti. Endi esa bu yerga hozir tezroq kelishimiz kerak va narsalarimizni olamiz. Tak, bu yerdan mana bu kerak, bu hammasini olamiz. Hammasini olishimiz kerak, lekin bilasizlarmi, ozgina ichim achyapti, chunki esingizda bo'lsa, o'tgan safar bu yerda podval qurib olgandik, salqin bo'lishi uchun. Endi esa o'zimiz katta podvalga ko'chib o'tishimizga to'g'ri keladi. Bir tarafdan yaxshi, lekin bir tarafdan ichim achyapti, boya aytgandek. Mayli, nima ham qilardik, hamma narsamizni. Bu yerda o'zimizda narvon bor ekan. O'g'irlamasak ham bo'lar edi. Mayli, davay kellar, olamiz, hammasini terib olamiz, bo'ldi. Sandiqlar va narvonni ham olib ketishimiz kerak. Narvon bizga kerak bo'ladi. Mana bunday chiqib olsam bo'larmikan? Yo'q do'stlar, bo'lmas ekan. Baribir yiqilib tushaman, hozir sakrayman deganda Minecraft baglari qo'yil. Hech qachon ularni o'zimizning hisobimizga ishlata olmaymiz. Bo'ldi, eshikni yopamiz va hozircha shunday turib qolsin. Endi esa ertalabgacha do'stlar ulgurmasak bo'lmaydi, chunki hayot-mamot masalasi yaxshi ketdi. Endi esa qurishni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi mana bu. Va bularni hammasini qo'yib chiqishimiz kerak. Sandiqlarsiz umuman hayot yo'q. Tak. Nimaga qo'yilmayapti? Axir bir-biriga yaqin turibdi. Tushunarli. Hozir joy ochib qo'yishga harakat qilamiz. Xo'sh, sizlar esa do'stlar kommentariyada yozinglar va albatta kanalga obuna bo'linglar. Chunki qanchalik ko'p obunachi qilsak, shunchalik ko'p qiziq videolar chiqishni boshlaydi mana bunga o'xshagan. Tak, bo'ldi, verstak. Bu yerni esa endi ham kengaytirishimiz kerak. Asosiysi uyg'onib qolmasa bo'lgan, uy egasi uyg'onib bu yerga kelib qolsa, qonuniy asosda meni politsiyaga berishi mumkin bo'ladi. Men esa bunday bo'lishini xohlamayman. Tak, qo'ydik, yaxshi. Endi esa tepani ham ochishimiz kerak. Xo'sh, va to'sh turibdi. Urilib qoldik patologga. Mayli, bo'ldi. Kelinlar qurilishini davom ettiramiz. Mana buni o'rnatish kerak. Yaxshi, kravat bor. Ajoyib. Endi bu yerda hech bo'lmasa uxlashimiz mumkin bo'ladi va kelinlar yana qolgan narsalarimizni ham o'rnatamiz. O'g'irlangan mebelni bittasi bu yoqqa, bittasini esa bu tarafdan va bo'ldi. Bu yerda endi bemalol o'tirishimiz, ovqatlanishimiz mumkin. Uyimni-ku do'stlar men qaytarib olaman hozircha, lekin hozir shu yerda yashashimizga to'g'ri keladi. Boshqa ilojimiz yo'q. Bo'ldi, tepani ham ochib tashlaymiz. Mayli, ochsak ochamizda hech qisi yo'q. Shunchaki ko'proq havo bo'ladi va sovuqroq. Ajoyib. Endi bu yerni hamma narsalarni sortirovka qilib tashlaylik. Xo'sh, mana bu yerni esa do'stlar yopishimiz kerak, chunki tak, yaxshi, lekin bu yerni yopmasak bo'lmaydi, chunki bizni birov ko'rib qolishi mumkin. Mos keladigan lyuk ham hozircha yo'q, shunga bor yo'g'i yer bloki bilan yopib tashlaymiz. Keyin esa o'ylab ko'raman nima qilish mumkin ekan. Tak, do'stlar, kelinglar. Eng tepaga eng kerakli narsalarni qo'yamiz, ovqat va pullarni. Bu yerga esa narsan hali ham mos keladigan lyuk bo'lmagani uchun bo'pti. Boya aytgandek, yer blokini qo'yib qo'yamizda, hozir shunchaki dam olishga yotamiz. Ajoyib do'stlar, endi xo'sh, narsalarimiz bu yerda
o'zaro qolsin. Bu yerda keraklilari va bo'ldi. Shunchaki o'tirsak bo'ladi. Hozir uxlashga yotaman va ko'ramiz. Xullas do'stlar, mana ertalab bo'ldi va kelinglar matiga yasab olamiz deb fermaga chiqamiz. Mana bu zo'r bo'ldi. Mana bu gap bo'lishi mumkin bo'lmagan event hozir. Ha do'stlar, men anchadan beri bu kunni kutib yurgandim, chunki nihoyat fermaga chiqishimiz mumkin bo'ladi va hech kim bizga xalaqit bera olmaydi. Albatta, pol tagida yashab yurganimiz yomon, lekin hozircha bo'ladi, chunki keyinchalik uyimizni qaytarib olamiz. Xo'sh, hech kim yo'q, ana u jitilam ketibdi va endi bemalol chiqishimiz mumkin. Yaxshi, men hech kim ko'rmadimmi? Uy egasicha tak. Sekin bizni ko'rib qolmasa, mana shu yerda ekan. Kimni ko'rib qoldi? Bakam. Yo'q, bo'ldi. Hech narsa bo'lmadi. Xo'y, bu yerda nima qilib yuribsan? Men senga aytdim, bu sening uying emas. Ha, lekin qishloq ham seniki emas, shunchaki yuribman. Shunaqami? Ha, undan tashqari mana bu ferma meniki. Ha, buni bilaman, ishlayver fermada. Nursin do'stlar sezib qolishiga sal qoldi. Yaxshi bo'ldi endi. Tak, nima qildi? Eshikni ochib qo'ydimi? Gaplarimizni eshitmoqchi shekilli. Mayli do'stlar, hech qisi yo'q. Biz sekinroq gapiramiz, eshita olmaslik uchun ASMR qilib, Shobit bilan pichir-pichir qilib gaplashamiz. Sizlar esa kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanday qilib uyimni qaytarib olishim mumkin? Balki bu odamni qo'rqitarmiz, nima deysizlar? Zo'r bo'lardi, qo'rqib qochib ketsa, uy tagida arvoh bor deb. Zo'r bo'lardi. Tak, endi bu yerlarni yopamiz, hammasini kartoshka bilan yopishimiz kerak. Kartoshka ekini eng kerakli va eng foydali, chunki kartoshka har yili har qish faslida ham, yoz faslida ham, kuz, bahor farqi yo'q. Kerak bo'ladi, shuning uchun ham ko'proq kartoshka ekishimiz kerak, lekin menga aytishganki, ham sabzi, ham kartoshka teng ek deb, shuning uchun ham mayli, hammasini ekamiz. Yaxshi. Bo'ldi do'stlar, bomsh hayotidan chiqib boryapmiz. Janob jitel mer mana olib keldim. Salomni yeb qo'ydingmi? Pulingni qaytarib berdim-ku. Ha, lekin bo'ldi, kelasi safar. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Pulni bergandan so'ng darrov yana boshiga tojni kiyib oldi va endi hammadan zo'r hisoblaydi o'zini. Taksiga do'stlar, yana uyga kirishimiz kerak. Yopib qo'yib eshikni, yaxshi, balki biror yerga ketgandir. Tak, qayerda edi o'zi kirish joyi? Yo'q, bu yerda emas. Ikkinchisi edi, adashmasam. Tak, qanaqa? Shu yerda ekan, bo'lib bu yerni yopishimiz kerak va pastga tushamiz. Sekin narsalarni olishimiz kerak, chunki birlikda sotib oladigan narsalarimiz bor. Do'stlar, uyimizni yana ham kuchaytirishimiz kerak. Xo'sh, bo'ldi, chiqib olamiz, bu yerdan yopamiz. Ajoyib, endi ketdi. Yaxshi. Ovqatlanib olamiz va bo'ldi. Ana bu yerda o'tiraversin qolganlar. Biz esa bu yerda bo'lamiz. Yaxshi. Tak, aylanib o'tishimiz kerak, xuddiki hali ham korobka ichida yashab yurgandek. Lekin biz mebel sotuvchi jitilning yoniga kelamiz va undan bir ikkita bloklarni sotib olamiz. Tak, jitil, bosh, menga bloklar kerak. Tak, unchalik ham qimmat emas, pulimiz ham yetadi. Olamiz, bundan olamiz. Yaxshi. Va albatta toshdan ko'proq olsa ham bo'ladi. Tosh kerak bo'ladi va tak, kamera hamda monitor. Keyin aytaman nimaga ishlatishimizni. Rahmat. Bo'ldi do'stlar. Yaxshi, endi bemalol uyimizni yana ham kuchaytirishimiz mumkin. Bu yerga kamera qo'yamiz. Shunda birov kirib chiqadigan bo'lsa yoki sezib qolsa, tak, adashib qoldim, chunki do'stlar shunchalik ko'p rejalarim. Tak, sekin aylanib o'tamiz. Hech kim yo'qmi? Qani ko'raylikchi. Xo'sh, hech kim yo'q ekan va kamerani shu odamni uyiga qo'ysammikin, nima deysizlar? Menimcha yomon ideya emas. Tak, ochiq, yaxshi. Xo'sh, hozir kamerani o'rnatamiz va qayerga qo'ysam ekan? Mana shu yerga qo'yamiz, ulaymiz, bo'ldi. Qochdik. Zo'r bo'ldi do'stlar. Endi bemalol bu yerda biz o'zimizni uydan turib ko'rishimiz mumkin bo'ladi, chunki do'stlar, men qo'rqitib bu uydan haydashga qaror qildim. Yaxshi, hammasi ko'rinyapti. Ajoyib. Uyga kelganda qo'rqitishni boshlaymiz bugun kechroq. Hozir esa uyimizni kuchaytirishni boshlashimiz kerak. Tak, qani menga kerak bo'lgan instrumentlar olamiz. Temir instrumentlarni ham sotib olsak bo'ladi, lekin do'stlar, pullarni sarflab yuborgim kelmayapti, chunki uyimga eng oldidan to'lab qo'yaman, 4-5 oyga moslab. Shunda bemalol yashashim mumkin bo'ladi, pullarni bermasa ham. Tak, bu yerda bizda yana ozgina yog'och bor. Yaxshi, ishimizni boshlashimiz kerak. Tak, mana bunday qilamiz va mana bizda endi kirka bor. Zo'r, bunisi sinib ketsa ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Hatto menda shundoq ham kirka sinib ketgani uchun shuni ishlatib beraman asosiy qilib. Yaxshi, mana bu yerda hattoki ko'mirim chiqdi. Qo'yil do'stlar, ko'mirni olishimiz mumkin bo'ladi, chunki ko'mir har doim kerak xo'jalikda. Bu yerni esa shunchaki kirpichlar bilan yopib tashlaymiz. Yaxshi bo'ldi. Xo'sh, ko'mirni keyinga qoldiramiz, chunki birinchi navbatda devorlarni qurib olishimiz kerak bo'ladi va binoni o'zini surishimiz kerak. Mana bunday qilsak yaxshi bo'ladi. Ajoyib. Endi mana bu taraflarni ham buzib qo'yib chiqamiz. Mana bu yerlarni ham olishimiz kerak. Yaxshi. Endi kelinglar, qolganini ham tezroq qurib bitkazsak, bu yerda istagancha yashashimiz mumkin bo'ladi va asta sekinlik bilan tepada yashayotgan odamni aqldan ozdiramiz. Do'stlar, mana bu yil chin ursin.
Ha, все-таки binoni surishga to'g'ri kelar ekan. Bunday bo'lishini xohlamagandim, lekin iloji yo'q. Devor bilan qoplashimiz uchun olishimiz kerak hamma narsamizni. Eng boshdan shunday qilsam bo'lar ekan, shunchaki ko'rmay qolibman tepada bunday bo'lganini. Mayli, iloji yo'q do'stlar. Hozir mana bu devorni sindiramiz va orqasidan qurishni boshlaymiz. Yana bir blokdan olib tashlashimizga to'g'ri keladi, hammasi mos kelishi uchun va bular juda ham qiyin sizlarga aytsam, chunki vaqt va resurslarimizni sarflashimizga to'g'ri keladi. Instrumentlarimiz ham yana ham ko'proq iznos bo'ladi. Mayli, iloji yo'q do'stlar, iloji yo'q. Biz aqldan ozdirmoqchimiz hammani. Biz bu o'yinda g'olib chiqishimiz kerak. Biz uyimizni qaytarib olishimiz kerak. Shuning uchun ham hech qanaqangi to'siqlar bizga yov bo'la olmaydi. Yo'limizdagi barcha to'siqlarni yengib o'tamizda bu yo'lda g'oliblar g'olibi bo'lib chiqamiz. Bizga farqi yo'q. Tak, fakel qo'lda, endi esa kovlashni boshladik. Bu yerni olishimiz kerak. Mana bu yerni ham, chunki do'stlar bizga har bitta mana shu g'isht bloklari kerak bo'ladi. Bu yerni shunchaki oddiy tosh bilan ko'mib tashlashimiz mumkin. Tepasidan esa devorni o'zini quramiz. Tajinursin buni olish kerak. Yaxshi, endi esa qolgan bloklarni ham qo'yamiz. Do'stlar, menga juda ham yoqyapti yangi uyimiz qanday bo'layotgani. Endi esa mana bu yerni bo'shatishimiz kerak. Bu yerda ham hozir ozgina qurilish qilamiz. Bo'ldi, yaxshi. Endi esa aytgancha do'stlar, ko'mirni olmoqchi edik, sal qolsa unutib qo'yardim. Mayli do'stlar, mana bunday tezlashgan time lapsda hammasini hozir olib olamiz, chunki biz tezlashimiz mumkin montaj orqali va yopib tashlaymiz. Qani endi mana bularni ham qo'yamiz. Qilib qolibman, hech qisi yo'q, chiqib olamiz va bo'ldi. Endi esa mana bu blokni joyini yopishimiz mumkin. Bu yerni shunchaki tosh bilan ko'mamiz va tak, stop. Yana ozgina yetmay qolganga o'xshaydi. Jin ursin. Mayli, bloklarni qo'yamiz va bu yerni kovlashni boshlaymiz. Hech bo'lmasa bu yerda yer bo'lgani uchun tezroq kovlashimiz mumkin. Tak, tepaga ham kameraga qarab qo'yish mumkin, chunki agarda egasi kelib qoladigan bo'lsa juda ham kulgili holat bo'ladi. Taqir-tuqir ovozlarni, remont ovozlarini eshitib yonimga kelsa, do'stlar, politsiya chaqirishi aniq. Nima qilyapsan sen? Axir aytgandim, bu meniki deb. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lishimiz kerak, lekin g'alaba biz tomonda. Men bunga ishonaman. Shuning uchun do'stlar, kimdir ovoz kelyapti. Jin ursin. Что это любовь, не любви, никто